Yo'q, hech qanaqa yig'ilish qoldirilmasin. Soat 4 ga yetib boraman. Opa. Voy. Bolla qani? Vaalaykum Sho'rtamiz assalom. hanima? Uzr, sizni uchratganim yaxshi bo'ldi. Meni eslay olasizmi? 6-palatada o'g'lim bilan birga yotib davolangandim. 3 yasharli o'g'lim bor. Ismi Zafarjon. Ha, albatta esimdan u. Shiringina po'mpaloq o'g'lingizmi? Yaxshimisizlar? Chalib Yaxshi, qoldimi? rahmat. Opa, uzr. Xullas, menga sizni yordamingiz kerak edi. Tinchlikmi? Mabodo o'sha paytlari palataga begona birorta odam kirganini ko'rmaganmidingiz? Endi meni palatadan chiqib ketishim bor. Balki payqamagandirman. Ko'zingiz tushmaganmidi? Endi o'sha kezlari endi odamlar ko'p. Ancha vaqt o'tdi, lekin begona shubhali odam qo'yilmaydi. U bola bo'lsa, onam degandingiz bir ayol kelgandi, sizdami? Yosh kattaroq ayol edi. Keyin jiyaningiz kelgandilar, esimda. O'zingizdan yoshroq qiz kelgandi, uni o'sinim degandingiz. Mana shular esimda xolos. Opa, iltimos, yana ham eslab ko'ring. Balki birorta shubhaliroq odamga ko'zingiz tushgandir. Begona odammikin bilmasam endi. Yo'q, lekin aniq bilaman, bolani oldiga begona odam qo'yilmaydi. Shunaqa deng. Albatta. Uzr, opa.